Nimaga? Ha, Ayatayga qo'ymay o'la. Nima Real Madrid har doim yutkazaveradi? Ada bo'ldi, o'zingiz bosing. Bosolmayapman. Bosolmayapman. Nimaga ovqatda go'sht yo'q? Asabiylashib ketaman, nimaga go'sht yo'q? Nimaga go'sht yo'q? Xotin kechir. Xotin bo'l, atala bo'lsa ham yeyman, xotin. Nima gap kelding menga? Ada mana Qibrin sentrda, Broadway ko'chada. Bu yoqda hokimiyat, bu yoqda ishonch do'koni bor. O'shaning o'rtasidan Grand Boss degan kiyim do'koni ochdim. Qaysi pulga ochding hayvon? Qaysi pulga ochding? Ada o'zim to'plab, pul to'plab o'sha kiyim do'koni ochdim. Ada xursand bo'lsangiz-chi. Qani. Keling ada. Nima yur kattaligini qaranglar. Ada bu yerda erkaklar ham, ayollar ham xohlagan kiyimni topishi mumkin. Xalq maza qiladigan narxlar bo'lyaptimi? Yo, bo'lyaptimi? Xalq Qibray maza qiladimi? Ha, bo'ladi. Ko'rsat. Ada futbolka va finkalar 99 mingdan 299 minggacha. Voy malades. Mana ada shimlar. Agar shimlar ham xalq maza qiladigan narx bo'lmasa, qahmanda o'qilaman. Yo'q, ada mana ko'rib turgan har xil shimlaringiz 99 mingdan 269 minggacha sotiladi. Voy malades, kim o'g'lisan? Siz o'g'lingizmi? Malades. Ada ko'rib turgan hamma trikolaringiz 99 mingdan 169 minggacha. Ada klassik shimlar 149 mingdan. Klassik ko'ylaklar bo'lsa 129 mingdan. Menga bitta lukka ber, ertaga uchrashuvim bor. Ayinga sen qahmanda bo'lasanmi? Ada tofli va makasimalar 199 mingdan 299 minggacha. Ada mana shunaqa krossovkalar 99 mingdan 329 minggacha. Tapchkalar qancha? Tapchkalar 99 mingdan 139 minggacha. Suchi debdimi? Yo'q, Gucci. Gucci endi Kirillda o'qiganmiz-da biz. Da to'xtang, shoshmang. Onasini emsin. Bir Qibray maza qiladigan narsa bormi o'zi? Bor. Bo'ldi, qilamiz mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi may kunlari mega yangilik bo'lib o'tadi. O'sha kuni kelgan xaridorlar 500 mingdan ortiq narsa sotib olishsa, chekini lotoronga solishadi va qimmatbaho narsalarni yutib olishi mumkin. Onasini emsin. Kim bo'lasiz? Siz bolangizmi? Voy malades.